Buni tovuqxonamga qarasam, hamma yoq pat bo'lib ketibdi. Kuz kelgandan beri sizlarni ham tovuqxona shunaqa bo'lib ketdimi? Shartta qo'limga salafanni oldim-da, tovuqxona tarafga yurishni boshladim. Maska taqish ham esdan chiqarmadim. Chunki tovuqni patlari allergiya chaqiradi va patlarni bitta-bitta terishni boshladim. Ko'rasizlar, juda ham ko'payib ketibdi. Keyin ko'pchilik qo'lingni ter deymi demaslik uchun qo'limga qo'lqop kiyib ishlashni boshladim. Patlarni oxirigacha terib olgandan keyin tovuqxonamga qippo sepishni boshladim. Ko'pchilik mana shu qipuni apilka deydi. Iltimos apilka emas, qippo deylar. O'zbekimizda-yu mani tovuqlarim dekorativ bo'lgani uchun ularga yirik qippulardan tanlab har doim sochib qo'yaman, chunki patlari kir bo'lib ketishi mumkin. Birinchi tovuqxonamiz tayyor, endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi tovuqxonani ko'rib qo'rqib ketmanglar. Menimcha tovuqlarning hammasi baravar turlayapti. O'shanga hamma yoq pat bo'yotdi. Xuddi shunaqa qo'limga paketni oldim va terishni boshladim. Bu yerda birinchi tovuqxonadan farqi, bu yerda patlar juda ham ko'p edi va salafanimni tez to'lib qolayotganini sezdim. Va nihoyat tozalab bo'ldim. Tovuqxonadan o'zi ham 2 paket pat chiqdi. Tovuqxona top-toza bo'ldi, lekin yana 1-2 kunda shunaqa holi kelib qolyapti, chunki tovuqlarning hammasi tullayapti menimcha. Keyin podvalga jo'jalarimni qaragani tushdim, qarasam bularni ham doni qolmabdi. Keyin yemxonaga chiqdim. Bu yemxonani ko'pchilik biladi. Tinchlik mahallamizdagi o'sha ko'pchilik biladigan yemxona. Bu yerda barcha turdagi donlarni topishingiz mumkin. Har xil aralashma qilib assortiment qilib qo'yilgan donlar ham bor. Undan tashqari bu yoqda har xil turdagi vitaminlar ham bor ekan. Men o'zim uchun bu yerda bunaqa broiler start bilan sechka oldim. Ko'pchilik bunaqa broiler start yemini shundayligicha butunligicha qo'yib qo'yishadi va jo'jam yemayapti deyshadi. Buni jo'jalarga maydalab berish kerak, chunki buni o'z oti bilan start deb qo'yibdi. Buni jo'jalarning ilk kunlaridan beriladi. O'shaning uchun buni kofemolkaga o'tkazib maydalab beriladi. Maydalab olgan broiler start yemimizni idishga solamiz va uni jo'jalarga qo'yamiz. Yeyishini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.